alla ham qo'shiq bo'lsin. Qiz ko'rsang, shirin kabi shirin bo'lsin. O'g'il ko'rsang, kamida Farhodday oshiq bo'lsin. Yoshlarimiz qo'shiq aytishsin. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev. Asadulloni ham o'ynatamiz bari bugun. Ikkovimiz gapirsin Asadulloga. Men gapiraman sizlar bilasiz. Xalq so'rayapti bitta ana shu yangi qo'shiqni tinglaylik deb taqabul. Ko'pchilikni iltimosi ham mana shu hamma kutgan. Hech qayerdan kelsa ham ustozingiz sizga chala kerak. Hozirda bir 30 dan ortiq yangi qo'shiq bor. Qaysi bir mayli? 30 dan ortiq. Kecha mana Andijon televideniyasida shunaqa bir o'tirish bo'lib 2 soat odamlar bilan savol-javob qildik. Ashida men e'lon qildim endi bir 30 dan ortiq ashulamiz chiqaramiz deb ushlab turibmiz. Sababi nega bu aytmay qo'ydingiz, nimaga chiqmay qo'ydingiz degan savolga bitta javob berdim. Men shogirdlarimni atay ko'ray dedim. Qarang, nima qilar ekan? 1-2 yil aytmay turuvchi qayerga qarab ketar ekan. Qarasam, voy benim degan ashula ko'payib ketdi dedim. Hammasi bir-biriga o'xshagan, bir baloxon degan bir ashula qilib beradigan bor ekan. Qiz bolaga ham o'sha ashula, muzikasi erkakka ham o'sha ashula. Bu o'zbekni o'zini ashulasi bo'ladi. O'zbekni millatni o'zini ashulasi bo'ladi. Bu millatni ashulasi devonalarning ashulasi emas. Bu sanat shakllangan maqom bor. Qo'lingdan kelsa ashulachi bo'l. Va endi bolasini yomon yo'lga yaramas o'yindan iborat yo'lga yetaklab qo'yma. Uni hijroni bor, ko'chasi bor, yo'li bor, toshi bor, tuprog'i bor, guli bor, chechagi bor, daryosi bor, xizmati bor, vatanga bo'lgan muhabbati bor va yurtga bo'lgan va san'atga bo'lgan oliyjanoblik shinavandaligi bor. Uni esdan chiqarg'iz bormi? Qo'lingdan kelsa. Men shu gaplarni gapirdim, shogirdlarimiz Xudo xolasa shu darajada qo'shiqlar qilib boshlaydi. Meni tilagim shu. Shuning uchun men aytdim, shu yangi qo'shiqlar qilinyapti, Xudo xolasa ularni tez kunda aytib beramiz deb va'da berdim. Endi hozir yangi qo'shiq aytish mumkin, lekin muzikachilarimiz uni bilmaydi. Men bularga bilgizmayman. Uyda chaldirib turib, tekisdan chiqarib bor. Qo'yib beraman bir joyga, o'zini vaqt soati bilan keldi. Xudo xolasa shu bahordan boshlanib yangi qo'shiqlar davom etadi. Mana Odam degan bitta albom qilyapmiz. U bo'ldi u ashula. Endi aytib qo'yishim mumkin, bu tarqab ketadi kichkinagina holatda va o'zining musikalari buzilgan holatda tarqab ketib qolish ehtimoli bor-da hozir uni aytsam. Endi unga o'xshagan juda ko'p narsalar qilingan, Xudo xolasa. Uning ichida hali sho'xro narsalar ham bor. Shu odamlarda endi hali o'ynayman deganiga loyiq narsalar ham qilganmiz. Qardasim topol bermanglar ishlatdi bular. Zahmatdan aziz bir diyor, hurvatan ishqida oşiqi zorimiz.
zog'laru zahshalar bog'lariga kirib sayrar mevalarini to'zitib to'kib yurt tinch bo'lsin, el boy bo'lsin. Obidni ham yoqqa chaqirib olinglar, Asadillarni ham chaqirib olinglar. Barakalloh. Buni suratini telefonga chiqarib olishib, raja urishibdi deb, bu xalq odam shunaqa ukan. Seni ko'rsa, qarasak olib maza qilishadi. Bir ishing orqaga kelsa ajab bo'pti deydi. Bu shunaqa odam shunaqa tuzilgan. Undan xafa bo'lmaysan. Shuning uchun gapirishda hushyor bo'lasan, yurishda, turishda hushyor bo'lasan. Alloh adashtirib qo'ymasin. Bu kishi kinoda o'ynaganlar, rol o'ynaganlar. Rolda shunaqa kimlarda buni tepkilaydi, uradi kinoda, rolda. Shuni suratga olib tarqatib olishdi banda. Rosa bo'pti-da deyapti bittasi. San'atkor o'yna, hamma tomoni bechoralari ko'rinib turadi. Birov bilan bir ozgina gaplashib qo'ysa, falonchi ekan deb o'radi. Iloyim yaxshilik bo'lsin, Obidjon. Yana bitta Obidjonga o'ta qarsak cho'laylik. Qayda o'tirasiz? Bir piyola choy beringlar Obidjonga. Mana yigitni o'ynatib olaylik, keyin Obid gapiraveradi. Qani. Ashulalardan bittasi, siz so'ragan ashulalardan bittasi edi. Majbur aytdik, uni usullarini qo'ymadim, lekin yo'q shunday aytib berdim. Diqqatga Obidjonga o'rtaga